Do'stlarim, biznes qilish uchun Jonboydan zo'r joy topib qo'ydim sizlarga. Ko'rib turgan 50 sotik yerlarimiz sotiladi og'aynilar. Bu yerda xohlasin 6 sotikdan bo'lib olsa ham bo'ladi. Xohlasin bir kishi joylik 50 sotik topib, bironta mol ferma og'ilma qilib mol-pol boqsa bo'ladi. Bu yerda svet, suv, gazdan umuman muammosi yo'q. Yo'lning chekkasidan gaz o'tgan og'aynilar, har tomondan yo'li bor, har tomonlama qulay. Og'aynilar, bu yerimizni kimdir olmoqchi bo'lsa, bemalol kelib pastdagi nomerlarga murojaat qilsa bo'ladi. Dokumentlarni как положено ko'rib, savdosini qilaverasizlar. So'tigini og'aynilar $3000 beradi. Bu yerimizning chegarasi bu tomonda mana duval o'rilgan og'aynilar. Mana shu duvalgacha bu tomoni. Bu tomoni bu duvalgacha mana bu yoqda ham duval o'rib qo'yilgan. Bu tomonida ham duval bor. Qisqasi, nari tomoni yo'l, gaz, pas, hamma narsasi bor, sharoitlar yetarli. Bemalol telefonga gaplashsangiz bo'ladi. Do'stlar, mana shu ko'rib turgan bochkalaringizni ham qo'shib sotib beradi. Bu yerimizning lokatsiyasi bu tomon Ekazarafshon, bu tomonda Manzot. Shu ikkovining o'rtasida joylashgan do'stlarim. Bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilib murojaat qilaverasizlar. Do'stlarim, mana yo'li, har tomondan yo'l kelgan. Keyin alohida aytib o'taman, mana gaz surba, katta gaz surba bor do'stlarim. Gazdan umuman muammosi yo'q. Keyin boyagi duvalning nari tomoni katta mol ferma. Bu tomonning mol ferma qilib ishlasangiz bo'ladi.